Voy adasi, nimaga meni uyg'otmadi saharligi? O'zim tayyorlardim. Uxlab qopman. Shirin uyquda mazza qilib uxlayotgan ekansan. Uyg'otgim kelmadi. Saharlik ozgina vaqt bor. O'zim tayyorlab qo'ydim saharlikni. Tez yuzingni yuvib chiqib birga qonamiz. Ha. Onasi, bugun kechga hech qanaqa ovqat qilib o'tirmagan. Iftorlikni uydagilaringnikida qilamiz, xo'pmi? Bir yo'ldan nasl olamiz, ota-onangni ko'rib kelamiz Ramazonda. Rostdanmi? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Malika. Malika. Bechiragina. Ramazonda ham ro'za tutyapti, ham uy ishlarini qilyapti. Saharlik, iftorliklarni tayyorlayapti. Charchab uxlab qolishi tabiiy. Har yili bir xil narsa. Kiyim gul. Bu sovg'adan boshqa narsa yo'qdek xuddi. Bechora xotinim bitta dona bo'lsa ham yaxshi telefon xohlovdi. Xotinjon, bu safar seni xohishingni amalga oshiraman. Aka, Ramazonda ayolimga bitta telefon berib uni xursand qilay deyotgandim-da. To'g'ri o'ylabsiz. Hozir bizning Texnomart do'konimizda Ramazon aksiyasi ketyapti. 4,5 million so'm yoki undan ortiq xarid amalga oshirsangiz, biz sizga Korzinka tomonidan 200 ming so'mlik voucher taqdim etamiz. Voy zo'r-ku. Unda bu pulni Korzinkaga kirib turib, oilaga ro'zg'orlik ishlatar ekanman-da. Albatta. Yo, zo'r bo'pti mana shu narsa. Xo'p aka, menga boshqa variantlarni ham ko'rsatsangiz. Bitta yaxshi telefonni tanlab ayolimga olib ketardim. Bu senga onasi. Anchadan beri yaxshi telefon ishlatishni orzu qilyotganing. Voy, rostdan mangami adasi? Rahmat, kattakon. Yaxshi kunlaringga ishlatgan. Rahmat, kattakon. Uncha mehribonsiz, o'z mehribon edingiz. Ramazon kelib, yana ham mehribon bo'lib qoldingiz-a? Ramazon oyida har bitta qilingan yaxshi amallar ajri 70 barobar beriladi deyilgan. Shuning uchun senga bo'lgan mehrim yana ham oshdi. Rahmat adasi, boringizga shukr. Sizdek tushunadigan, ayoliga doim yaxshilik qiladigan erkaklarimiz ko'paysin, ilohim. Aytgan ekansan.